Assalomu alaykum. Matematik master kitobini muxlislari yoki matematik master kitobidan foydalanuvchilarimiz, biz ushbu matematik master plus yangi nashrimizni sizlarga obzorni qilmoqchimiz. Demak, ushbu kitob matematik master kitobiga hamohang, faqat ABCD javoblari olib tashlangan. Mana masalan, o'sha 276 misol bo'ladigan bo'lsa, bu yerda barobar qo'yib ketilgan, avval tepasiga yechib o'rgatilgan. Mana shuni qilib, to kitobning oxirigacha xuddi matematik masterga o'xshab mavzular mantiqiy bog'langan. Bu yerda ham ushbu yangi nashrimizda o'sha 5840 ta testdan, ya'ni o'sha savollardan iborat. Biz bu yerda bu kitobimizda demak, eshitning diqqat bilan ABCD variantini olib tashlab, shu javoblarni tanlab, taxmin qilishdan yiroqlashyapmiz va masalani tubdan tushunish uchun, yaxshi ishlab o'rganish uchun bitta eng asosiy narsa yechilishlari bilan yozishni joriy etdik. Ya'ni mana shu yerda misol birorta joyini ochadigan bo'lsak, mana shu masalani yechadi, mana shu yerdagi demak belgilashga savollarni yechilishini yozib ko'rsatadi. Mana shunday qilib kitobni yangi sizga taqdim qilyapmiz. Agar qiziquvchilar bo'lsa, pastdagi telefon raqamiga bemalol qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Kitoblarni yetkazib berish, buyurtma qilish bo'yicha bemalol sizlarga yordam bera olamiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha ushbu kitobimizda eng nima deydi, afzalliklardan yoki o'sha eng diqqat tortadigan joyi daftar o'zi bilan. Ya'ni yozasiz shu yerda va o'zingizga ishlanish savollar mana shu yerda. Mana shu yerda bu yerda test emas, ABCD'si yo'q, o'sha javoblari har 50 ta misolni o'sha siz tekshirib olish uchun javoblar qo'yilgan. Misollarni har birini bemalol ko'rish mumkin. Sizlar mana hozir darajasi minusli mavzusi o'sha misol hisoblash bitta ko'rsatilgan, pastda mashqlarimiz qo'yib qo'yilgan. Siz bemalol shu yerga yozib ishlashingiz mumkin.